Hasad qilish. Turg'un do'stlar, hasad qilish degan bu so'zning ma'nosini nima aytdi? Yaxshi tushundi. Hasad o'tida kuyish odamni kasal qiladi deydigan gaplarmi bor? Unda bo'lsa, hasad degan zot nima? Hasad deganimiz bir odamningki o'zi bilan o'xshash sodiqlarga o'zini selishtirib, o'zidan kuchlik, o'zidan ilg'or bo'lgan kishilarga nisbatan ansiz bo'lishi, tashvishlanishi, ko'ngilning g'ash bo'lishi, o'sh bo'lishi qatorliq murakkab kayfiyatni ko'rsatadi. Bu xil kayfiyat ikki xil oqibat olib keladi. Ba'zilari boshqalarga ziyonkashlik qilishi mumkin, yana ba'zilari bo'lsa o'zini qarshi tarafdan halqib ketishga majburlab, boshqalardan cho'ngroq qalbiga erishish uchun ko'ngli xotirjam bo'lolmasligi mumkin. Har bir odam tug'ilishidan yushron o'ngida bir xil o'zini qaltis chaqlaydigan ang bo'lib, manbak muhim, manbak kuchlik, hech kim mendan eshib tushanmaydi deb qaraydi. Bu bir xil maymun podshoh psixikasidir. Ko'pchilikning hammasi maymunlar orasida maymun podshohningki o'rnining hammadan yuqori ekanligini biladi. Tipik maymun podshoh psixikasi o'zini markaz qilishda ifodalandi. Boshqalarga to'g'ri baho berolmaydi. Hech kimni o'zini eshib ketmaydi deb qaraydi. Albatta boshqalarningki o'zidan kuchli bo'lishig'imi chidab turolmaydi. Maymun podshoh psixikasi kishilarningki o'sib yetilishiga doimlik hamroh bo'ladi. Kishilar bilan bo'lgan aloqada agar boshqalarni bizni nihoyat muhim deb qarasa, biz nihoyat xushal bo'lamiz, hatto maqtanamiz. Ammo boshqalarning nazarida maymun podshoh boshqasi bo'lsa, bizmi o'zimizning boshqalarga yetolmaydiganligimizni his qilganda, bizda o'zini to'van ko'rish, azoblanish, tashvishlanish kayfiyatlari ko'rildi. Bu yerda intayin qiziqarli bir holat bor. Jins nuqtasidan aytgan vaqtda erlar bilan ayollarning maymun podshoh psixikasi sababidan kelib chiqqan tashqi ifodasi o'xshash olmaydi. Erlar boyligi qancha ko'p bo'lsa, huquqi qancha cho'ng bo'lsa, unvoni qancha yuqori bo'lsa, o'zini shuncha kuchli deb qaraydi. Ayollar bo'lsa o'zining tashqi qiyofatiga bakrak ko'ngil bo'ladi. Ular kiyim-kechak, zibu-zinnatlari, girim buyumlari uchun qo'rqmay pul qashlaydi. Ular boshqalarning maqtishiga erishganda, boshqalarningki havas qilish obyektiga aylanganda o'zini eng jalbkor, eng chiroyli ayol deb hisoblaydi. Bu ularga eng cho'ng qanoat tuyg'usi beg'ishlaydi. Tipik maymun podshoh asali tipik hasadxo'rlikni keltirib chiqardi. Ular boshqalarning qobiliyati, mahorati, o'rni qatorliqlarga qarab bearamlik his qiladi. Boshqalar nimaga erishsin, ular ko'ngli parishon oldi baxt tilaydi. Hatto boshqalarningki go'zal chiroyi, kelishgan qomati, latofatlikligi qatorliqlarga nihoyat o'shmanlik qiladi. Hasad qilishdak bu murakkab psixikalik holatni aniq tushunish uchun psixologlar bir cho'ng tajriba ishlagan. 1980-yili Aronson ismli bir psixolog tajriba orqali kulkiga qilish effektining mavjudligini isbotlagan. U baholash obyekti qilingan odamlarni 4 xil tipga loyihalagan. Ular ayrim-ayrim ilg'or ammo xatolik o'tkazadigan tip, ilg'or ammo xatolik o'tkazmaydigan tip, ilg'or emas ammo xatolik o'tkazadigan tip, ilg'or emas ammo xatolik o'tkazmaydigan tip bo'lgan. Aronson ayrim-ayrim 4 nafar oliy maktab o'quvchisini tepib bu rolni o'ynatqizgan. Ondan ular bilan o'xshash oliy maktab o'quvchilarini o'zining qarashi bo'yicha ularga nomer qo'yg'izib, ularning yaxshi ko'rish darajasini ifodalagan. Natijada ilg'or ammo xatolik o'tkazadigan tipdagilar eng yuqori qo'llash nisbatiga erishib, qarshi elishga erishgan odamga aylangan. İlg'or ammo xatolik o'tkazadigan tipdagilarning xatoligi amaliyotda nihoyat oz bo'lib, faqat paranglashayotgan chog'da bir istakan qahvani o'rib o'tgan. Ammo boshqa tipdagilarga selish turganda zo'r qo'llash nisbatiga erisha olishida bir istakan qahvaning roliga hargiz sal qarashga bo'lmaydi. İlg'or ham xatolik o'tkazmaydigan tipdagilar eng to'van qo'llash nisbatiga erishgan. Kishilarning qarashicha ular boshqalarga yaqinlashganda, boshqalarning yiroqlashgisi keldi ekan. Ularning yaqinlashish xiyoli yo'q emas. Aksicha birinchi qatim ko'riblar ularni yaxshi ko'rmaydi ekan. Ular bilan yaqinlashishni yoqtirmaydi ekan. İlg'or ham xatolik o'tkazmaydigan kishilar rostilla kishini bezor qilamdi. Yoki kishilarning hammasidagi hasadxo'rlik psixikasi odamni g'ayri qilib qo'yamdi. Amaliyotda hasad ikki taraflamalikka ega. Hasadxo'rlik psixikasining odatda 3 qatlami bo'ladi. Eng dastlabki darajasi ojiz hasad. Bu xil hasad odamning ko'ngliniki 2 qatlamida yo'shringan bo'ladi. Osonlikcha his qilinmaydi. Ojiz hasad taraqqiy qilib darajasi bir qadar cho'ng hasadga aylandi.
Bu vaqtda shaxs o'zininki hasadxo'rligini bilib, ba'zi konkret harakatlarda ifodalaydi. Bu harakatlar o'zini yuqori ko'rsatib, boshqalarni to'van ko'radigan qilmishda ifodalandi. Bu qatlamdagi hasad yana taraqqiy qilib, intayin kuchli bo'lgan hasadni shakllantirdi. Bu chaqda odamning psixikasi normal holatdan o'tib ketgan bo'ladi. Asalda chekidan oshgan ishlarni qilib qo'ydi, boshqalarga ziyonkashlik qiladi yoki o'ziga ziyonkashlik qiladi. Amaliyotda hasadxo'rlikni uncha qo'rqinchli o'ringa qo'yib olish hojat emas. Chunki ziyoda ziyon keltirishdan boshqa hasad yana odamni olg'a intildirishi mumkin. Odamning ko'nglida to'g'ri bo'lgan baholash o'lchami bo'lsa, yaxshi bo'lmagan hasadni yengili bo'ladi. Odam butun dunyoning maymun podshohi bo'la olmaydi. Hamisha boshqalar ma'lum jihatdan bizdan kuchli bo'ladi, bizda yaxshi bo'ladi. Boshqalarning bizdan eshib ketganini ko'rganimizda, aqlli odamlar o'z kamchiligini to'liqlab, o'zida bor bo'lgan iqtidorni qezib chiqadi hamda yangi sohaga yurish qiladi. Bundaq bo'lganda kishilar muayyan darajada ko'ngildagi hasadning o'rnini to'ldirib, qarshi tarafga bo'lgan hasad doirasini kichikiltiradi. Hasad qo'zg'alganda o'zining xarakterini tizgillaydigan odamlar hamisha hasad orqali o'zining tirishchanligini qo'zg'atadi. Hargizmi boshqalarning muvaffaqiyatiga to'salg'i bo'lmaydi. Haqiqiy tirishchan odamning boshqalarga hasad qilgudak vaqti yo'q. Xo'sh do'stlar, mana bugun do'stlar bilan shu hasadxo'rlik psixikasi haqidagi bir qism ilmiy asosga ega bo'lgan mazmunlarni o'rtoqlashib o'tdik. Do'stlar, bugungi mazmundan balkim az bo'lmagan psixikalik bilimlarga ega bo'lgan bo'lishinglar mumkin. O'zingizlarning ta'sirotini inkas rayonida qoldirib qo'yishni unutib qolmanglar.